günlerinde telefonlarda gapirishib, hal-ahvol so'rab, hatto gadamdan hech qachon ayamaysizlar. Sizlar haqiqiy shifokorsiz. Shuning uchun ham sizlarni doim hurmatli izzatda uyga olamiz. Hurmatli kursdoshlarim, qizlar, o'g'illarim, qizimni o'rtoqlarim. Mana bugun shu yerga kelganingizdan beqad xursandman. Chunki shu uzoqlardan kelib, qizimni hurmat uchun shunchalik kelganingizdan juda ham beqad xursandman. Doim sog' bo'linglar. Doim do'stliklar abadiy bo'lsin. Mana shunday kunlarda doim hamisha kelib tursalar juda yaxshi bo'ladi. Mana qizim bahor faslida tug'ilgan. O'zi ham bahoriy. Hamma vaqtda xursandchilik bilan yuradigan, xuddi bahorda qanday gullar, qanday ochib, qanday xursandlar bo'lsa, buning hayoti ham, yurish turishi ham, ishlari ham hammasi shunday hujjatda. Chunki kecha kollektivlar ishlaganda o'rtoqlarimiz, do'stlarining so'zlaridan bexad xursand bo'ldim. Mana bugun sizlardan ham, undan ham ko'p xursand bo'ldim. Hamisha qo'sha qaringlar, sog' bo'linglar, doim ana shunday do'stlash qiling. Rahmat.